Yaqin qarindoshlar ichida va tanish-bilishlar orasida yurak operatsiyalariga muhtojlik ortib bormoqda. Agarda menga obuna bo'ladigan bo'lsangiz, operatsiya jarayonlarida qanday tayyorlanadi, operatsiya jarayonlari qanday o'tadi, operatsiyadan keyingi jarayonlarda bemorlar qanaqa tiklanishi, sog'lom hayotga qaytish haqida muntazam ma'lumotlar berib boraman. Assalomu alaykum barchaga. Men oliy toifali yurak jarrohi tibbiyot fanlari nomzodi Ilhomov Oybek Erkinishman. Hozirgi kunda o'z ish faoliyatimni respublikada nufuzli bo'lgan Akademik Vohidov nomli respublikaga ixtisoslashtirilgan xirurgiya markazida o'z faoliyatimni yurak jarrohi sifatida olib boraman. Mening ish faoliyatim yurak kasalliklarini jarrohlik yo'li bilan davolash va insonlarni to'liq va sifatli hayotga qaytishiga yordam berishdan iborat. Hozirgi kunda o'tkazib borayotgan kundalik operatsiyalarimdan biri mitral, aortal va trikustal klapanlarni yetishmovchiliklarda saqlab qoluvchi klapan plastik operatsiyalari, klapanni protezlash amaliyotlari, o'rta koronar shuntlash amaliyoti, ya'ni AKSH operatsiyalari, yurakning orttirilgan nuqsonlari, ya'ni paroklarni xirurgik davolashdan shug'ullanaman. Aortaning ildizi va aortaning ko'tariluvchi qismining kengayishi va anevrizmalarida jarrohlik amaliyotlarini o'tkazaman. Yurakni ishlab turgan holatida yoki yurakni to'xtatib turgan holatda jarrohlik amaliyotlarini bajaraman. Agarda 18 yoshdan oshgan, yoshligidan, ya'ni tug'ma yurak nuqsonlari bilan og'rib kelayotgan bemorlar bo'ladigan bo'lsa, u bemorlarning yurak paroklarini ham bartaraf etishda jarrohlik yordamini beraman. Men faoliyat olib borayotgan markazda dunyoning eng nufuzli kompaniyalarini texnika va texnologiyalariga asoslanib diagnostika, ya'ni tashxislash qo'yiladi. Yurakdagi jarrohlik amaliyotlari kam invaziv, kichik kesmalar orqali bajariladi. Har bir jarrohlik amaliyotlari dunyoning eng oxirgi texnologiya, ilg'or texnologiyalar orqali ilmiy asoslangan yangiliklar asosida amalga oshiriladi. Aziz yurtdoshlar, menga obuna bo'ling va like bosing. Men sizlarga yurak operatsiyalari haqida eng foydali ma'lumotlarni joylashtirib boraman.